Assalomu alaykum. Hormanglar. Nosotda Brahit vaksinasini berib oldik. Kechga qoldim. O'zini ichyapti ag'daylar to'dalashib. Bu laxtaga bordim, bular sotildi, hammasi tugadi. Laxtaga tugadi, 1 oylik qilib berishga dogovor qilib. Fayzullohxon aka hormang. Jo'jalaringiz. Dominantlarimiz ham kelgani aloqaga chiqaverasizlar. Bularga hozir Lasotda Brahit vaksinasini birgalikda bularni rejimiga qo'yib oldik. Bir xilda ketadi endi bag'aga. Hozir bir marta gambarasi qolipga tushirib oldik. Endi ikkinchi marotaba bular bilan birgalikda buni katta cho'jalarkini beramiz. Bu katta cho'jalarki bilan bunikini ko'pchilik katta cho'ja bilan arasida 5 kun 6 kunlikda qo'rqadi, boqqani sababi vaksinani kuni to'g'ri kelmaydi deb, kuni to'g'ri qilsa bo'ladi odamni o'zi. Imuni 3 kunida vaksina qilish shart emas, 1 kun 2 kun kechga qoldirib turib, bunisini 1 kun 2 kun vaqtliq boshlasa, kuniga to'g'ri kelib ketaveradi. Uncha o'ylanib bir maslahat qiladigan ish emas. Reja bo'yicha 1-2 kun bunisiga kechroq, bunisiga 2-3 kun vaqtliroq bo'ladi. Bitta vaksina shunaqa bo'lib o'tib ketadi, keyingilari o'sha bir xilda qolipga tushib ketaveradi. Mana jo'jalar, so'raylarchi qalay katta bo'lyapti. 21-kuni kelgan. 10 kun 11 kunlik bo'ldi jo'jalar. Vaksina berib turganda juda suvsagan bo'ladi. Qarab turlari, bo'lmasa o'ldirib qo'yar bular. Ichiga bir-birini ezib qo'yadi. Ishyapti. Vaksinani erinmay albatta qilib turinglar. Bo'lmasa cho'janing o'laveradi, qirilaveradi. Bitta kasallik kelib olgandan keyin ikkinchi, uchinchisini chaqiraveradi. 2-3 ta kasallik jamlanib ketadi, qaysi kasalligini topish ham qiyin bo'lib ketadi. O'shanga vaqtida qilib turiladi hamma emlamalarni. O'sha yoshligida qilinadigan emlamalarni hammasini qilib tursalar, katta bo'lgandan keyin emlama qilishlar tartibi juda kamayib ketadi. Endi o'sha O'zbekistonning sharoitiga kasallik ko'p keladigan gripp turlari bor. O'shani qilib turiladi xolos. U juda oson bo'ladi shuni. Qarab haydab turamiz. Bosmaslik uchun katta qoldi bular, bosmaydi. Bundan maydaroq bo'lganda bosib tashardi. Ichishyapti maza qilib suvlar. Mana bu yerda ham shu holat. Suvlarni ichishyapti maza qilib. Jo'jalar zo'r, ko'z tegmasin. A'lo darajada. Ventilatorlar ishlab turibdi. Ertadan havo salqinlaydi deyapti. Salqinga o'tib olamiz, xudo xolasa. Bular hammasi Lomin Sendi. 100% makyon. Hammasi sotuvda. Bularga hali zakaz olganimiz yo'q bu kattalarga. Birov bilan kelishishimiz kerak edi, kelisha olmadik narxiga. Boqib turibmiz. 70 kun, 80 kunga qilib berish kerak edi. Narxiga kelisha olmayapmiz. Biz boqish davom etaveramiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Hammaga omad.